Navbatdagi savolimiz murakkab ozuqa zanjiriga oid bo'lgan savol. Buni murakkabligi ozuqa zanjiridagi organizmlar sonining ko'pligi xolos, ya'ni bo'g'inlar soni ko'pligi shu nisbatan murakkablik qilyapti xolos. Savolda oziq to'ri tarkibiga kiruvchi oq ayiq birinchi tur yirik baliq va tulen bilan oziqlandi. Tulen o'z navbatida ikkinchi tur yirik baliq bilan oziqlandi. Ikkinchi tur yirik baliqlar faqat tulen uchun ozuqa bo'ldi. Tulen ham faqatgina ikkinchi tur yirik balig'ini yegan xolos. Fitoplanktonlarning 5 dan 2 qismini ikkinchi tur o'simlikxo'r mayda baliqlar iste'mol qildi va ularning tana massasi 22 tonnaga ortdi. Fitoplanktonlarning qolgan qismini zooplankton, birinchi tur va uchinchi tur mayda o'simlikxo'r baliqlar teng miqdorda iste'mol qildi. Zooplanktonlarni birinchi va ikkinchi tur yirik baliqlarga ozuqa bo'ldi. Ikkinchi tur yirik baliqlar zooplanktonlarning 78% ni iste'mol qildi. Birinchi tur mayda o'simlikxo'r baliqlarning 40% ni ikkinchi tur yirik baliqlar. Qolgan 60% ni uchinchi tur yirik baliqlar iste'mol qilgan. Uchinchi tur yirik baliqlar o'z navbatida uchinchi tur mayda o'simlikxo'r baliqlar bilan ham oziqlandi. Uchinchi tur mayda o'simlikxo'r baliqlarni faqatgina uchinchi tur yirik baliqlar iste'mol qilgan. Birinchi tur yirik baliqlarning 80% ni oq ayiq, qolgan qismini delfinlar yedi. Uchinchi tur yirik baliqlar faqatgina delfinlarga ozuqa bo'ldi. Va 33-savolda so'ralyapti, oq ayiqning tulen massasi hisobiga ortgan massasini toping deyapti. Delfinlarning tana massasi qanchaga ortgan? 35-savolda ikkinchi tur yirik baliqlarning ortgan massasi kilogramda qancha bo'ladi deyilyapti. Xo'p, birinchi bu yerda ozuqa to'rini tashkil qilib olishimiz kerak. Mana ozuqa to'ri sizlarda tayyor berilgan tasvirda turibdi. Ya'ni fitoplankton bor, demak birinchi organizm bu fitoplankton. Ya'ni produsent sifatida turibdi fitoplanktonlar. Va mana shu fitoplanktonlarni iste'mol qilyapti zooplankton, birinchi tur mayda baliq, uchinchi tur mayda baliq hamda ikkinchi tur mayda baliqlar. Xo'p, undan keyingi bo'g'inda, uchinchi bo'g'inda aynan uchinchi tur yirik baliq iste'mol qilyapti, uchinchi tur mayda baliq hamda birinchi tur mayda baliqni. Xo'p, endi birinchi tur mayda baliqni 40% ni ikkinchi tur yirik baliqlar iste'mol qilyapti. Zooplanktonlarni esa birinchi tur yirik baliq bilan ikkinchi tur yirik baliq iste'mol qilyapti. Xo'p, endi undan keyingi bo'g'inda, 4-bo'g'inda uchinchi tur yirik baliq hamda birinchi tur yirik baliqni delfin iste'mol qilyapti. Birinchi tur yirik baliqning 80% qismi oq ayiqqa iste'mol bo'lyapti. Endi ikkinchi tur yirik baliqlarniki esa tulenga. Tulenda esa oq ayiq iste'mol qilyapti. Va mana shu ozuqa to'g'ri hisoblanadi. Endi mana shuni ishlashimiz kerak, aynan bulardagi vaznlar orqali, ya'ni berilayotgan biomassa orqali ishlab ketishimiz kerak. Bizda birinchi bu yerda kalit so'z sifatida ikkinchi tur mayda baliq 22 tonnaga ortgan deb. Chunki ikkinchi tur mayda baliqni boshqa hech qaysi organizm yemagan. Mana ikkinchi tur yirik baliq turibdi. Aynan mana shu biz uchun kalit so'z. Ikkinchi tur yirik baliq 22 tonnaga ortgan. Nimani yeb? Fitoplanktonni. Mana bu joyga tasvirlab qo'ydim, alohida chizib. Fitoplanktonni massasini chiqarib olishdi. Fitoplanktondan ikkinchi tur yeyapti va unga 10% lik qoida asosida ketadi. Ya'ni 10% uni tana massasi uchun qo'shiladi xolos. Demak, ikkinchi tur yirik mayda balig'imiz 22 tonna bo'lish uchun fitoplankton 220 tonna bo'lish kerak. Va bu ikkinchi tur mayda baliq fitoplانktonni 5 dan 2 qismi bilan oziqlangan xolos. Demak 220 tonna qismi 2 qism bo'lsa 5 qismi qancha? 550 tonna. Fitoplankton demak 550 tonna bo'lgan. Bu 550 tonnamiz 5 qism, 3 qismi qancha desak 330. Nimaga kerak bu 3 qism? Sababi qolgan 3 qismini uchinchi tur mayda baliq, birinchi tur mayda baliq hamda zooplankton yegan. Va ular teng miqdorda yegan deyapti. Shuning uchun 3 ga bo'lib yubordik. 3 ga bo'lsak har biri 110 tonnadan yegan. 110 tonnadan yegan organizmning massasi 11 tonnaga ortadi. Chunki 10% ga ortadi. Bu 10% lik qoidasi. Demak 110 tonnadan yeyapti uchinchi tur mayda baliq, tana massasi 11 tonnaga. Birinchi turdagi ham xuddi shunday 11 tonna. Zooplanktonning ham demak 11 tonnaga. Xo'p, uchinchi tur mayda baliqni to'liq uchinchi tur yirik baliq yeyapti 100%. Demak bu 11 tonnani hammasini uchinchi tur yirik baliq yeydi. Va undan tashqari birinchi tur mayda baliqda 60% ni yeyapti. Birinchi tur mayda baliqda 60% 6,6 tonna bo'lyapti.
3-chi tur mayda balig'imiz 11 tonna qo'shsak 17,6 tonna. 17,6 tonnani yegan 3-chi tur yirik baliqning massasi demak 1,76 ga ortadi. Mana 1,76 ga ortyapti. 10% qoidaga asosan. Endi birinchi tur yirik baliqning massasini topishimiz kerak. Birinchi tur yirik baliq yeyaptiki nimalarni? 22% zooplankton yeyapti xolos. Zooplankton massasi 11 tonna edi, 22% 2,42 tonna. Uni yegan birinchi tur yirik baliq 0,242 tonnaga ortyapti. Xo'p, ikkinchi tur yirik baliq topishimiz kerak. Ikkinchi tur yirik baliq zooplankton 78% ni yeyapti. Chunki qolgan 22% ni birinchi tur yirik baliq yedi zooplanktonni, demak 78% ikkinchi tur yirik baliq uchun qolyapti. Va birinchi tur mayda baliqning 40% ni ham aynan ikkinchi tur yirik baliq yegan. Birinchi tur mayda baliqning 40% 4,4 tonna, 4,4 tonna mana. Zooplanktonning 78% esa 8,58 tonna. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 12,98 tonna bo'ladi. Uni yegan ikkinchi tur yirik baliqniki 1,298 tonnaga teng bo'lyapti. Xo'p, endi uni tulen yeyapti. Ya'ni ikkinchi tur yirik baliqda faqat tulen yegan. Tulenning massasi demak 0,1298 tonna bo'lib qolgan. Tulenning haqiqiy ortgan massasi demak 0,1298 tonna. Tulenning massasi kelib chiqdi. Xo'p, endi undan tashqari yana bizga delfin bergan. Xo'p, delfin topishimiz kerak. Delfin 3-chi tur yirik baliqda hammasini yegan. 100%. Va birinchi tur yirik baliqda 20% ni yeyapti. Birinchi tur yirik baliq 0,242 tonna edi. Uni 20% 0,0484 tonna. 3-chi tur yirik baliqni o'tyapti 1,76 tonna. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 1,8084 tonna. U delfinga o'tgandan keyin 0,18084 tonnaga o'tyapti. Chunki 10% qoidasi 10 barobar kamayadi. Xo'p, endi buni bizda kilogramda so'ragan. Delfinning massasi qancha kilogram bo'lib qolgan deganlik uchun kilogramga o'tkazib qo'ydim. 180,84 kilogram. Bu 34-savolning javobi. Ya'ni C javobi tushyapti. Xo'p, endi bizda yana oq ayiqni topishimiz kerak. Oq ayiq birinchi tur yirik baliqning 80% ni yegan. Birinchi tur yirik baliqning 80% 0,1936 tonna. Va u tulenda 100% hammasini yegan. Uniki 0,1298 tonna. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 0,3234 tonna. U oq ayiqqa o'tgandan keyin 10 barobar kamayadi. Shuni hisobiga 0,3234 tonnaga o'tib qolgan. Bu oq ayiqning massasi. Endi bizda 33-savolda oq ayiqni deyapti. Tulen hisobiga ortgan massasini toping dedi. Tulenning massasi mana 0,1298 tonna. U oq ayiqqa o'tgandan keyin 0,01298 tonnaga o'tadi. Kilogramga o'tkazsak 12,98 kilogramga ortgan oq ayiqning massasi tulenning hisobiga xolos. Chunki oq ayiqning massasi birinchi tur yirik baliqning hisobiga ham ortganda, bizda uni so'ramayapti, faqat oq ayiqni tulenning hisobiga ortgan massasini toping dedi. Demak, tulenning o'zini massasiga ortgan hisobi demak 12,98 kilogramga ortgan tulenning hisobiga. 34-savol bu delfinning og'irligida, buni aytib ketdim. Xo'p, 35-savolda ikkinchi tur yirik baliqlarning ortgan massasi qancha kilogramga yetdi deyapti. Ikkinchi tur baliqlarniki esa aynan 1,298 tonnada kilogramga o'tkazsak 1298 kilogramga to'g'ri kelyapti. Bu F javobga to'g'ri kelyapti. Bu aynan shu ozuqa zanjiriga oid bo'lgan, nisbatan murakkabroq bo'lgan ozuqa zanjiri misoli.